chekish jinsiy a'zoga qanday ta'sir qiladi? Umuman ereksiyaga qanday ta'sir qiladi? Tak chekish masalan juda ham ko'p surunkali uzoq vaqt chekkanda bo'lishi mumkin. Bu bitta o'zi faktor primoy ta'sir qilmaydi. Qanday ta'sir qilishi mumkin? Chekishni, ya'ni tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish orqali qon tomirlar ateroskleroz rivojlanishi mumkin. Bu nafaqat ereksiyaga, sperma sifatiga ham ta'sir qiladi bu narsa. O'pkangizni zararlabgina qolmasdan, bu tuxumlaringizni ham zararlash, sperma sifatini tushirishi, hattoki qon tomirlar devorini toraytirib, ereksiyani ham pasaytirishi mumkin. Ya'ni ateroskleroz deydi bu narsani. Qon tomir devori toraysa, eng birinchi o'sha kichik tomirlardan boshlanadi va eng kichkina tomirlar o'sha jinsiy a'zoda bo'ladi. Shunday ekan, chekish agar uzoq vaqt surunkali chekish va yondosh omillar bo'lsa, masalan, ortiqcha vazn bo'lsa, bu jarayonni tezlashtirishi mumkin. Ya'ni o'sha qondagi xolesterinlar ko'payishi. Shunday ekan, uzoq vaqt doimiy chekish ereksiyaga o'z ta'sirini ko'rsatmasdan qolmaydi. Lekin primoy u bemorni olib turib, siz chekishni to'xtatsangiz, ereksiyangiz zo'r bo'ladi deya olmaymiz. Qilishi mumkin va ko'p vaqt uzoq ko'p sonda sigaret, ya'ni tamaki mahsulotlarini iste'mol qilsa. Qo'shimcha bitta savol bersam maylimi? Bu o'sha bizning mavzuyimizdan sal chetroqqa chiqadi. Narkotik vositalarni chekadigan erkaklarda jinsiy aloqa davomiyligi uzoq bo'ladi. Mana shu haqida o'zingizning fikringizni bildiring. Narkotikda turi ko'p, masalan, uni chakadigan, tortadigan, tomirga uradigan har xil turlar, ximiskiy, tabiiy deydi. Ular nima uchun uzoqroq vaqt aloqa qiladi? Hattoki bo'shana olmay qolishi, hech qanday hislarni yo'qolib qolishi, ya'ni xohish kuchayib ketadi, lekin hech qanaqa his bo'lmasdan aloqa bilan shug'ullanaveradi va uzoq bo'lsa nimaga? U juda ham nerv sistemasini sezuvchanligini pasaytiradi. Ya'ni obratniy reaksiyani pasaytiradi. Sizda xohishlar yo boshqa hamma tuyg'ularni sekinlashtirib qo'yadi. Chувствительность deydi, ya'ni sezuvchanliklarning barchasini pasaytirganligi sababli siz tinch holatga o'tadi hamma sistema. Butun sistemning bu uspokоить, ya'ni tinchlantiruvchi hisoblanadi. Shunday ekan, buning sababidan bo'shanish uzoq vaqtgacha davom etadi. Ya'ni bo'shana olmasdan ham qolishi mumkin narkotik moddalar ta'sirida. Shug'ullanaveradi, lekin bo'shana olmaydi. Bu ham o'sha podnarkotoy normadan bunday olganda. Podnarkotoy это норма.